Bugünkü mavzuyimiz ishonchli metodologik asoslari buzilishlarini fizikasi va modellari bo'yicha 6-mavzu bo'yicha slaydimiz bor. Slaydimizni birga aniqlamiz, yoritamiz. Sababi bu mavzuni yoritishimizdan maqsad mavzu juda keng, 4 soatga mo'ljallangan uchun juda keng mavzu. Demek reja bo'yicha ko'ramiz. Ishonchli metodologiyasi asoslari va buzilishlarining fizikasi va moddalari bo'yicha to'rtta rejamiz bor. To'rtta rejamiz bo'yicha ishonchli tushunchasi va ularning ahamiyati, texnik tizimlar va ishonchlilikning asosiy ko'rsatkichlari va buzilishlar fizikasining mohiyati va tuzilishlari va ishonchlilikning baholash moddalari. 5-inchisi xulosamiz bor. Demak, xulosani oxiriga tushuntirib o'taman. Xulosani oxiriga tushuntirib beraman. Demak, mavzu bo'yicha, ya'ni ishonchlik tushunchasi va uning ahamiyati nimani bildiradi? Demak, ishonchlik va bu texnik tizimlarni yoki detallarning belgilangan sharoitda, belgilangan vaqt davomida o'z vazifasini to'liq bajarishi qobiliyatidir. Demak, transport ishonchlik va harakat xavfsizligi iqtisodiy va xizmat muddatlari bilan chambarchas bog'liq bo'ladi. Va ikkinchi variant texnik tizimlar va ishonchlikning asosiy ko'rsatkichlari ishga tayyorlik va vosita har doim foydalanishga tayyor bo'lish holatiga bo'lishi, o'sha uzluksiz ishlash davri, nosozlik bilan ishlash muddati va ta'minlashning imkoniyati, nosozliklar paytida tez va oson tiklanishi va uzoq umr xizmat muddatlarini butun ishlash faoliyati davriyligini oshirib boradi. Demak, buzilishlar fizik mohiyati va turlari, buzilishlar detallarining va mexanizmlarning fizik jihatlaridan natijasida ishlab chiqarishdir. Ya'ni asosiy sabablari o'sha mexanik eskirish, ishqalanish deformatsiyasi va korroziya zanglashi, iqlim sharoiti yoki havo iqlim sharoitlari detallarga ham ta'sir o'tkazib beradi. Termik va ta'sir haroratlarning o'zgarishi va tez yuklamalar va zarbalar bilan ishlanishi va materiallarning charchashi, ya'ni ishonchli baholashi, o'sha moddalari texnik tizimlarning ishonchligini matematik tahlil qilish uchun bir nechta modellardan foydalaniladi. Ya'ni ekspluatatsion modellari, ya'ni xizmat muddatlarini, ehtiyojlarini aniqlash uchun va nosozliklarning o'sha darajasini baholashda va Markov modeli, ya'ni o'sha tizim holatlarining o'zgarishini, ish qobiliyatini ta'minlashi va nosozlikni ifodalaydi. Demak, talabalarga keltiriladigan o'zgarishlar va yangiliklar hozirgi o'quv jarayonlarida bu mavzu bo'yicha quyidagi o'rganishlar kiritilgan. Ya'ni talabalar o'sha simulyatsiya dasturlarida oraliq ishonchlik modellari bilan ishlashi va o'rganmoqda. Ya'ni raqamli diagnostika asoslarida monitoring tizimlari tahlil qilish bo'yicha amaliy mashg'ulotlar joriy etilmoqda va oldindan texnik xizmat ko'rsatish va g'oyasi asosida laboratoriya ishlari o'tkazilmoqda. Talabalar o'sha amaliy jarayonda real transport tizimlarining ishonchli tahlilini o'rganish uchun imkoniyatga ega bo'libdilar. Demak, dunyo miqyosida yangiliklar, dunyodagi bugungi kunda ishonchlik bo'yicha quyidagi global o'zgarishlar kuzatilmoqda. Yevropa va AQShda o'sha avtotransportlarda sensorlar asosida ishlovchi diagnostika tizimlari keng qo'llanilmoqda. Ishonchlik tahlili uchun o'sha algoritmlarning yordamida buzilish ehtiyojlarini prognozlash va amaliyotlarni kengaytirmoqda. Demak, Yaponiyada o'sha nosozlik ta'minotlarining asosiy talablarini chiqarish va transport tizimlarini tashkil
etishda etilmoqda. Har avtomobillar modellarini ishlab chiqarishda O'zbekiston o'sha monitoring tizimlari va mavjuddir. Demak, Germaniya davlatida ishonchlik nazariyasi ishonchli tizimlarning muhim qismi hisoblanadi va avtomatlashtirilgan zavodlarning raqobat va texnik tizimlari o'zaro holatini onlayn ravishda nazorat qilinadi. Ya'ni Germaniya davlatlarida kamera usulida ishlab chiqarilayotgan avtomobillarni kompyuter orqali onlayn nazorat qilish xususiyatlari bor. O'zbekiston Respublikasida ishonchli yo'nalishlari, ya'ni bizda ham bu borada raqamli transport loyihalari orqali ishonchli tahlili va yo'lga qo'yilmoqda. Ya'ni texnik xizmat ko'rsatishlarda avtomobillarning kompyuter diagnostika asosida baholash amaliyoti kengaytirilmoqda va bajarilmoqda. Magistratura va bakalavr darajasidagi texnik tizimlarning ishonchliligi avtomobillar texnik ekspluatatsiyasi fanlarini chuqurlashtirilishi va o'rgatilishi talablari bajarilmoqda. Demak, talablar shuning uchun ko'rsatilayotgan natijalari shu mavzu bo'yicha o'zlashtirish talabalar uchun texnik xizmatlarda nosozliklarni fizik sabablarini tahlil qila olishi va ishonchli moddalarni qo'llab transport tizimlarini samaradorligini oshirish yo'llarini ishlab chiqarish, o'sha tamoyillarga asoslangan zamonaviy xizmat tizimlarini loyihalash oladi. Ya'ni dunyodagi yangi texnologiyalarni yo'nalishi o'rganish va mahalliy sharoitlarda qo'llash va ko'nikmasga ega bo'ladi. Demak, fanning predmeti va maqsadi, vazifalari nimadan iborat? Avtotransport vositalarining ishonchliligi muammolarini hal qilishning asosiy tamoyillari, transport vositalarining tizimlarining ishonchliligini oshirish vazifalari, fanning predmeti, maqsadi va vazifasi avtomobil transport vositasining O'zbekiston Respublikasida yo'lovchi va yuk tashishning asosiy eng tarqalgan transport vositalarining biri bo'lib, mukammal transport tizimlarida muhim o'rinlarni turadi. O'zbekiston Respublikasida bozor munosabatlarini shakllantirish va rivojlantirish bosqichlarida avtomobil transportlarining taraqqiyotlarining yangi suratlarini oladi va eng tez o'zgarib borayotgan va rivojlanayotgan tarmoqlardan biri bo'lib hisoblanadi. Avtomobil transportlarining samaradorligi ko'p jihatdan transport tizimlarining ishonchliligi, shuningdek ularning ekspluatatsiya jarayonlarida ishlashini ta'minlashi choralariga bog'liq bo'lgan transport vositalarini ishlash darajasini va texnik holatlari bilan belgilab kelinadi. Transport vositalari tizimlarining ishonchliligi fanning magistratura kursi bo'lib, birinchi semestrda o'tiladi. Avtotransport vositalarining ichki xususiyatlari bo'lib, ishonchli loyihalarning bosqichida belgilanib ishlab chiqariladigan ta'minotdagi o'sha ekspluatatsiya jarayonlarida amalga oshiriladi. Avtomobil sozlik transport vositalarining texnik ekspluatatsiyasining rivojlanish istiqbollarini murakkab texnik tizim va komplekslarini ishlab chiqarish va hamda ekspluatatsiya qilish bilan tavsiflanadi. Fanning maqsadi bo'lajak mutaxassislarning tadqiqot usullari yordamida baholanishi bilishini, avtotransport vositalarining ishonchliligi, xususiyatlari, ko'rsatkichlarini aniqlash, tahlil qilish, avtotransport vositalarining korxonalarning xizmat ko'rsatish, foydalanishlari va unumdorligini o'tkazishi, qobiliyatlarini shakllantirishi, qonuniyatlari, shuningdek ularga samarali, foydali va bo'yicha bilimlarni amaliyotda tatbiq etish va ko'nikmalarni hosil qilishlaridan iborat bo'ladi. Demak, avtotransport vositalarining ishonchliligi va samaradorligining asosiy unumdorlarini o'sha mantiqiy va izchil rasmiylashtiriladigan shaklda taqdim etishi, talabalarda ishonchlilikning metodik o'sha asosiy haqida keng tushuncha va tasavvur shakllantirishi, avtotransport vositalarining tizimlaridagi buzilishlar fizikasi hamda ularni modellashtirish bo'yicha tushunchaga ega bo'lishi, avtotransport vositalarining amalga oshiriladigan sifat o'sha ko'rsatkichlarni haqida bilishi, avtotransport vositalari ularning elementlarini ishonchlilikka sinashda tajriba rejalarini tanlash hamda asoslash, avvaldan ma'lum ekspluatatsiya natijalarida ko'ra olinadigan ma'lumotlarning asosida murakkab tizimlarning ishonchlilik ko'rsatkichlari bilan darajasini baholashdan iborat bo'ladi.
Demak, avtotransport vositalarining korxonalarida xizmat ko'rsatish vositalari va ularni o'tkazish qobiliyatlarini saqlash, qonuniyatlarni bilish, avtomobil transport vositalarining korxonalarida ishonchli va xavfsiz reys bo'yicha qaror qabul qilish, ko'nikmalarga ega bo'lish, ishonchlikdagi o'sha terminlarga masalalarda bir qator amaliyotlardan foydalanish talab etilib, ularning shuning uchun ular aniq belgilab olinishi shart. Barcha atama va tavsiflardan mo'ljallangan texnik obyektlarga nisbatan berilib, loyihalash, ishlab chiqarish, ekspluatatsiya va ishonchlik sinovlardan davrida ko'rib chiqiladi. Ya'ni buyum korxona va tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulot va bitta yoki bir nechta detallardan tashkil topgan bo'lishi mumkin. Masalan, transport vositalarining agregatlari, mexanizmlari, birikmalari, asbob uskunalar va boshqa obyekt yoki loyiha ishlab chiqarish, ekspluatatsiya, o'sha o'rganish, tadqiq etish va ishonchlikni sinash davrlarida ko'rib chiqiladigan ma'lum bir maqsadli jihoz, ya'ni obyektlar, tizimlar va ularning elementlari, xususan texnik buyumlar va qurilmalarning asbob uskunalar va ularning tarkibiy qismlarini